Tayyormisizlar zavod bo'lishiga? Yo'q. Mashinaning jig'ini zavod qilgani kelganmiz. Mashina akkumulyator turgan hisobiga kapotning ichida elektronniy ochiladi. Bu elektroniyni hamda joyi bor. Xudo xolasa ozgina bitta ish qilib turib, keyin ochiladi kapot. Ko'rasizlar. Kapotini olib ko'rasan, direkt ochiladi. Mashinani zavod qilamiz, xudo xolasa. Akkumulyatori buni ham qilib bo'ladi. Buni ochish ozgina joyi bor. Shuni orasida beramiz. Qo'yib mashina. Bitta zavod qilaylik aka, mayli. Bismillah. Tayyormisizlar zavod bo'lishiga? Motori uyda yosh katta odamlarga uyda turishi mumkin emas bu mashina. Bu mashina akkurat 4 metrda mashinani qizdirib kelib, sekin shahar aylanib ketadigan mashina. Motorini qaranglar, balandligini oldirib, bitta ko'rsa tabloni 150. Hammamizga shunaqa pishqirib turadigan mashina haydab yurish nasib. Lekin mashina zotda. Hammalari ichini oldiradi. Pnevma modelskalari nima bu? Mashina yeganlar. Hammamizga nasibmi? Like bosing. Yaxshi niyat yozib qo'ying kommentariyada. Hammamizga mashina qilib zo'r mashinalarda, qaranglar, karbon, hamma yo'q karbon. Hammamizga mashina oilamizni olib yurib, mashinalarda aylanish nasib qilsin. Mashinalarga просто bomba. Bitta havas qilgan, bitta like. Rolls-Royce. Shundan ruchkasini selim. Bu mashina qutlansa, hech qanday qilasiga ochilmaydi, uchinchisiga. Buni bitta yo'llari bor. Xudo xolasa harakat qilamiz, mo'min. Kunlar yaxshi bo'lsa, lekin mashinaning nomeri shu.